ogahiy lirikasi hamda Musaviyat tarafayn haqida o'rganamiz. Muhammad Rizo Ogahiy Xorazmda yashab, o'ziga xos bo'lgan ijodiy maktab yaratgan ustoz adiblardan biri. Shu bilan bir qatorda u shoir, tarjimon, tarixnavis, davlat va jamoat arbobi hamdir. Muhammad Rizo Ogahiy o'zbek mumtoz adabiyotida Alisher Navoiydan keyin eng ko'p meros qoldirgan iste'dodli ijodkor hisoblanadi. U Hazrat Navoiy ijodiga katta muhabbat bilan qaragan. Ustoz asarlaridan bahramandlik uning iste'dodini yanada yuqori mavqega ko'targanini shunday tasvirlaydi. Ogahiy kim topqay erdi sozi nazmingdin navo, bahragar yo'qdir Navoiyning navosidin senga. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, Ogahiy ushbu ikki misrada Navoiyga bo'lgan hurmat va e'tiborni ham tasvirlab o'tgan. Ogahiyning asosiy she'riy merosi ona tilida yozilgan bo'lib, u Tavizul Oshqin, ya'ni Oshiqlar tumori devonida to'plangan. Bu devonda 20 dan ortiq janrdagi salkam 20 ming misralik lirik meros jamlangan. U bir necha ruboiy, tuyuq, fard kabi janrlarda ijod qilgan. Ayniqsa Musaviyat tarafayn shoir ijodida alohida ajralib turgan. Musaviyat tarafaynga izoh beradigan bo'lsak, ikki tomonlama teng, bir xil shaklda yozilgan she'r bo'lib, adabiyot tarixida juda kam uchraydigan ijod namunasidir. Musaviyat tarafaynda Ogahiy va Alisher Navoiy ijod qilgan. Bu she'rning yozilish tartibi, ya'ni bo'yiga ham, yon tomonga o'qilganda ham so'zlarning bir xil shaklda yozganligini guvohi bo'lamiz. E'tibor bering. Ul sho'xki ochildi xatu ruxsori, ochildi rayohinda yuzi gulnori, xatu yuzu besabru qarori man ruxsori gulnori man zori. Mana ushbu to'rtlikda bo'yiga ham, yon tomonga o'qiganimizda ham so'zlarning bir xil shaklda joylashganligini ko'rib o'tayapmiz. Endi esa ushbu to'rtlikka izoh beramiz. Alloh go'zal etib chizgan yuzini ul qiz o'zining shodligi bilan namoyon etdi. Jannatning hurlariga xos bo'lgan gul rangi yuzi ochildi. Men u go'zallikni ko'rib, tinchimni, halovatimni yo'qotdim. Voy, ruxsorini ko'rib, mendagi jon zorlandi. Voy. Mana Ogahiyning lirikasi haqida hamda uning Musaviyat tarafaynda ijod qilgan to'rtligini ham izohini aytib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.